Qiz shifokor ekan. Bu qizni qo'ldan chiqarmang, opa. Agar shu qizni kelin qilsangiz, o'g'lingizni-chi o'zi boqadi. Hozir shifokorlarning oyligi rosa katta. Ha, o'zimni ham shifokor qizni kelin qilish niyatim bor. Lekin ular qizini berisharmikin? Voy, nimaga berishmaydi? Ha, sizga bermasa kimga beradi? O'g'lingiz ham oliy ma'lumotli bo'lsa. Ha, menga shu o'g'limni qo'lidan yetaklab yuradigan qiz kerak edi. Opa, bunaqa gapni bu yerda gapirmaydi. Endi uyda gaplashiladi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshimisiz? Hozir. Rahmat. O'tiramiz. Qizingizni chaqirdingizmi? Bir ko'rsak degandim. Qizimni sal mazasi yo'q. Sizlarga bu holda ko'rinishni xohlamayapti. Sal uyaldida aybga buyurmaysizlar. Ha, mayli, tushunamiz. Har xil vaziyat bo'ladi. Bizni o'zimiz ham ogohlantirishsiz keldik-da. Keyingi safar kelishimizda albatta qo'ng'iroq qilib kelamiz. Mayli, yaxshi bo'ladi. Agar qizingiz rozi bo'lsa, yoshlar bir ko'rishsin degandik. Ha, biz ham keyin vaziyatga qarab ish qilardik-da. Mayli. Vaziyatga qarab ish ko'raveramiz. Qani olinglar, choydan ichinglar. Oling, opa, Qani olinglar. Shahnoza, Assalomu alaykum, Labbe Timur aka. boshliq o'zlaridami? Yo, yaqindagina chiqib ketgandilar. Boya boshliqning yonidan bitta qiz chiqib ketdi. Nima masalada kelgan ekan? U qizmi? U qiz ish so'rab kelgan ekan. Unda nimaga jahl qilib chiqib ketdi? Bilmayman, ichkaridan baqir-chaqir bilan janjal qilib chiqib ketdi. Rahbar ham o'shandan keyin asabiylashib qoldilar. To'g'risini aytsam, yonlariga kirishga ham qo'rqib qoldim. Ular o'zi yaqindagina chiqib ketgandilar. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Sal baland ovoz chiqqaniga dunyo xabarini sizdan bilishchi degandim-da. Ha, mana bilib oldingiz. Mayli, charchamang, yaxshi ishlang. Xo'p, mayli, yaxshi ishlang. Xo'p, Rahmat. mayli. Assalomu alaykum. Menga qara Nodar. Hozir seni bir nima qilib qo'yishim mumkin. Yaxshilikcha ketasanmi yo'qmi? Ketmayman aka, ketmayman. Hali ham ketmabdi-da. Ketdi deb senga. Ketmayman aka. Lobar bilan gaplashib Shuncha qilgandan keyin bunisi ortiqcha bo'ldi. Ota, o'rtaqa. Tuyishqonda chiqishimga majbur qilma. Aziz aka, iltimos, meni tushuning. U meni xotinim. U bilan gaplashishim kerak. Unga hammasini o'zim tushuntirib beraman. Seni xotining bo'lsa u meni singlim. Ketyapman senga. Hozir o'ldirib qo'yaman. Aqsiz qiling. Yo'qol dedim bu yerda. Ketmayman deyapman. Qo'lingizni oling. Labbe, Rustam aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jasur, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Topdingmi? Rustam aka, siz aytgan narsa oson emas. U 1-2 soatda topiladigan narsa emas-ku. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Qayerdasan hozir? Shu ishxonadaman. Bo'pti, ko'chaga chiqib tur, yo'ldaman. Kelyapman. Xo'p aka. Bo'pti, gaplashamiz. Xo'p. Bo'pti. Bo'pti. Topaman. Qayerdan bo'lsa ham topaman seni. Yer tagiga kirsang qulog'ingdan, osmonga chiqsang oyog'ingdan tortaman. Topaman. Bo'pti onajon. Xo'p, o'g'lim. Hammaga salom deng. O'zinglar ham sog' bo'linglar. Ehtiyot qilinglar o'zinglarni. Xo'p, xayr. Xo'p, mayli. Ha, onasi. Kim bilan gaplashding? O'g'lingiz bilan, keliningiz bilan Ha. Nima deyishyapti? salom aytib qo'yishdi. Yaxshi yurishgan ekan. Salomat bo'lasan. Yaxshi yurishgan bo'lsa bo'ldi. Sen ham har kuni ularga qo'ng'iroq qilib bezovta qilavermagin. Nima qilay? Onaman axir, farzandlarimni sog'inaman. Sog'insang ham sabr qil. O'g'lingni u yerda ishlari yaxshi. Ham ishlab, ham sayohat qilib, kelin bilan baxtli yashab yurishibdi. Baxtlilikka baxtli ekanligini bilaman.
Lekin tezroq yurtimizga qaytib, shu yerda ham ishlasa bo'ladi-yu. Ko'p gapirma. Sen shunaqa deb tursang, bolam bechorani ko'ngli buzilib, yana qaytib kelib o'tirmasin. Chet elda ishlab, oyoqqa turib olsin. To'g'ri aytasiz. Eng asosiysi, bolalarimiz baxtli bo'lsa bo'lgani. Endi tezroq qaytam demayman. Vaqt soati kelib, o'zlari xohlab qaytib kelishsa, bu boshqa gap. Hozir sen majburlab chaqirib olsang, ular xohlamay kelishlari mumkin. Shuning uchun chaqirishga urinma. To'g'ri aytasiz dadasi. Nimadan xavotirdasan? Menga hech nima demoqchi emasmisan? Shu farzandlarimizning birinchisi ham, ikkinchisi ham baxtliroq yashasin demoqchi edim. O'ylama. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siz ishdaligingizda faqat kichkina qizim bilan o'zimiz o'tiramiz. Uyimiz huvillab qolgan. Farzandlarimiz o'z yo'llarini topib ketsin degandim-da. Nima demoqchisan? Ba'zan sadoqatni taqdirini o'ylab ko'p siqilaman dadasi. Yana u bu deb meni avrab uyga qaytarmoqchi bo'lsang, men ikki dunyoda ham rozi bo'lmayman. Dadasi, axir sadoqatni Bas. Meni unday qizim yo'q. Kelganinglar uchun rahmat. Arzimaydi. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli. Uzra, aybga buyurmaysizlar. Ming bor uzr, mazasi bo'lmaganligi uchun oldinglarga chiqa olmadi. Mayli, xijolat bo'lmang. Keyingi safar kelganimizda Xudo xohlasa ko'ramiz. Mayli. Yaxshi boringlar. Tushunganinglar uchun katta rahmat. Yana bir bor uzr. Rahmat sizga. Hali ko'p kelamiz xonadoningizga. Xudo xolasa quda Xudo bo'lamiz. bo'lamiz. Xudo xohlasa. Yaxshi boringlar. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Endi gaplashib olaylik, oyi. O'z senga nima bo'lyapti, qizim? Nimani gaplashmoqchisan? Nimani bo'lardi, oyi? Boyagi sirni. Dadam bilan nimani yashirgansizlar? Qanaqa siringlar bor? Nimalar deyapsan, qizim? Oyi, gapiring. Dadam opamni baxt uchun qamalganlarmi? Gapiring, oyi, shunaqami? Ha, Nima bo'lgan o'zi? Gapirsangiz-chi? bilging kelyaptimi? Ha, bilgim kelyapti, gapiring. Eshit. Unda eshit. Dadang hech kimni urib yubormagan. O'sha kuni aslida mashinada Rustam bo'lgan. Dadang opangni baxti uchun Rustamni qilgan ishini bo'yniga olib qamalib ketdi. Tushunmadim. Hali dadam shuncha yildan beri opam uchun qamoqda o'tiribdilarmi? Oyi, nimaga dadam o'ylamadingiz? Dadamga rahmingiz kelmadimi? Bu qarorga dadangni o'zi kelgan. Nimaga hamma narsa faqat opam uchun? Nimaga hamma narsa uni turmushga chiqishi, baxtli bo'lishi uchun? Nimaga hamma o'zini opam uchun qurbon qilish kerak? Nimaga? Gapiring. Nimaga ko'zinglar faqat opamni ko'radi? Bu uyda men ham borman-ku. Men ham yashayman-ku shu uyda.
lekin hech kim men uchun o'zini qurbon qilmaydi. Hamma faqat opamni yaxshi ko'radi. Hamma narsa Shahlo uchun. Laylochi. Gapiring. Laylo odam emasmi? O'sha Shahloyiz, kasalvand qizingiz bir kun o'ladi. Ana o'shanda O'chir ovozingni. Baribir o'sha fohisha onangga o'xshabsan-da. Qaytib ostonamga qadam qo'ymang. Chunki siz qilgan zinoni kasri bolamga urgan. Siz qilgan zinoni kasri urgan. Tushundingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha? Nima gap? Tinchman aka? Qara, gap ko'paytirmayman. Maqsadga o'taman. Xullas, uni tezroq topish kerak. Aha. Tezroq, imkoni boricha. Bo'lmasa, ishlar yana chalkashib ketib qoladi. Rustam aka, sizga tez top deyish oson. Menga qanaqadir faktlar kerak. Yo, u haqida bir ma'lumotlar kerak. Qanaqa fakt kerak? Ism familiyasimi yoki manzilimi kerak? Hech bo'lmaganda tashqi ko'rinishi, rasmi kerak. Men topishimdan oldin kimni qidirayotganini bilishim Men kerak. seni tushundim. Bo'ldi, topib beraman. Ana kuni uyga kelgandi. Tashqarida kameralar bor. O'sha kameralarga tushib qolgan bo'lsa kerak. Bo'ladimi? Unda zo'r bo'lardi aka. Qo'limizda aniq dalil isbot bo'lsa, ishimiz ancha tezlashardi. Bo'ldi, yaxshi. Bo'lmasa men uyga borib, bor yozuvlarni hammasini senga tashlab qo'yaman. Sen uni faqat tezroq topishing kerak, tushundingmi? Tushundim aka. Yaxshi. Qo'limda ma'lumotlar bo'lishi bilan ishga kirishaman. Yaxshi. Ishondim senga. Uyaltirib qo'yma. Men aytgancha, bu gap so'zlar haqida hech kim bilmasin, tushundingmi? Ha, bo'ldi, xavotirlanmang. Bo'pti. Bo'pti aka. nima dedingiz? Tushunmadim. Bu nima deganingiz, oyi? Oyi, men sizdan so'rayapman, gapiring. Men shunchaki men Shunda hozir sen meni farzandim emassan demoqchimisiz? yo'q. Shunchaki jahl ustida aytdim, bolam. Yo'q, shunchaki men jahl Nima jahl ustida? Laylo, qizim. Bilasan-ku, jahl chiqqanda aql ketadi. Yolg'on gapirmang. Sizni jahlingiz chiqqanda har doim haqiqatni gapirgansiz. Hozir o'sha fohisha onangga tortibsan dedingizmi? Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Sen boshqani farzandisan demoqchimisiz? Yo'q, jon bolam, yo'q. Unday dema. Aylanib ketdi. Sen meni o'zimda bolamsan. Unday dema, jon bolam. Sen meni bolamsan. Sen meni bolamsan. Bolam. Jonim bolam. Ishonmayman. Ishonmayman. Toki haqiqatni aytmas ekansiz, birorta gapingizga ham ishonmayman. To'g'risini ayting. Shunda men rostdan ham birovni bolasimanmi? Yo'q. Unaqa emas. Sen meni qizimsan. Seni chaqaloqligingdan o'zim boqib katta qilganman.
tushunarli. Boqib katta qilgansiz. Lekin tug'magansiz. Men birovi bolasi ekanman-da. Yo'q bolajonim. Unaqa nima? Bilardim. Ko'nglim sezardi. Chunki siz meni har doim ikkinchi darajada ko'rgansiz. Hamma yaxshi narsalar Shahloga, qolgani esa menga bo'lardi. Bekor aytibsan. Men seni hech qachon ajratmaganman. Ajratmaganman-de. Demak, rostdan ham begonaman. Siz menga har doim o'giylik qilgansiz. Yo'q, sen meni gapimdan Unda rostini ayting! Rostini ayting. Men haqiqatni bilishim kerak, oyijon. Agar hozir siz aytmasangiz, unda dadamni yonlariga qaytib boraman. Nima qilib bo'lsa ham oldilariga kiraman. Meni onam kim deb so'rayman. Qamoqda o'tirgan dadamni bezovta qilishimni istamasangiz, o'zingiz gapiring. 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 Seni onang boshqa. Sen qizim, sen boshqa ayolni farzandisan. Bo'ldimi? Ko'ngling joyiga tushdimi? Qizim. Jonim qizim. 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 Shoshma. Shoshma bolam. Mana shu. Voy. Laylo, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Laylo, Assalomu alaykum. Assalomu oyim alaykum. hozir. Tinchlikmi? Laylo, to'xta. Laylo, men senga gapiryapman, nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Gapirsen-chi. Iltimos, hozir meni tinch qo'ying. Xo'p, nima bo'ldi? Gapir. Nimaga yig'layapsan? Men sizga meni tinch qo'ying deyapman. Iltimos, keting bu yerdan. Laylo, shoshma. Menga qara. Tinch qo'yaman, mayli. Faqat nima bo'lganini ayt. Hozir o'zimda emasman, Davron aka. Hozir sizni ham xafa qilib qo'yishim mumkin. Iltimos, keting. Nima bo'lganini aytmas ekansan? Hech qayerga qo'yib yubormayman. Gapir. Gapirmayman. Gapirishni ham istamayman. Hozir umuman sizni ko'rishni istamayman. Hech kimni ko'rgim kelmayapti. Iltimos, tinch qo'ying, meni yolg'iz qolmoqchiman. Laylo. Nima bo'ldi bu qizga? Opa, bu yog'i juda qiziq bo'ldi-yu. O'zi qanaqa oilaga sovchilikka keldik? Shuncha yil yashab bunaqa noqulay vaziyatli oilaga duch kelmagandim. Astag'firulloh. Ana. Davronam kelyapti.
Davron, bularning bizni kelishimizga spektakl tayyorlashibdimi? Jim. Tinchlikmi bolam? Nima bo'pti? To'g'risi o'zim ham tushunmay turibman. Biz ichkariga kiraveraylikmi? Nima qilasan shu vaziyatda ichkariga kirib? Sal o'ylab gapirgin. Menimcha hozir uyga kiradigan vaziyat emas. Oyi, men sizlarga hozir taksi chaqirib beraman. Sizlar bemalol uyga boraveringlar. Men kechroq boraman. Mayli bolam. Endi nima qilmoqchisan? Men Layloni ortidan borishim kerak. Uni ahvolini o'zingiz ham ko'rdingiz-ku. Voy, endi biz taksida qaytamizmi? Senga nima dedim? Chaqiraver bolam. Biz xoling bilan taksida ketaveramiz. Hech narsa qilmaydi. Bolam, sen borib Laylo bilan yaxshilab gaplash. Uni yonida bo'lishing kerak. Xo'p, oyi. Hozir taksi kelyapti mana. Qizim? Malika qizim. Qizim? Qizim?
Shahlo? 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 Hov, Malika qani? Malika qani deyapman senga. ana. Buncha baqirasiz? Bola qo'rqib ketdi, Rustam aka. Bo'ldi, kuzim. Bo'ldi. Nimaga vahima qilasiz? Tinchlikmi? Keling. Ona kuzim o'zim. Tinchlik. Sog'inib ketdim shunchaki. Quchoqlagim keldi, o'ynatgim keldi, shu. Onam kuzim. Qo'rqib ketdingizmi? Bo'pti, sen ovqating qilaver, xo'p? Men qizim bilan xonada o'ynab turamiz. On kuzim, o'ynaymiz, oyda bo'lib. Bo'ldi. Ketdik. Oy kerak emas. Ketdik, ona kuzim. Oyim sizni hozir. Bu ona bolani o'rtasida aniq nimadir bor. Opa, Nima bo'lishi mumkin? opa, bu oila qanaqadir g'alati ko'rinyapti ko'zimga. Menimcha qiz bilan onasi chiqishmaydi-yu. Ishqilib, hammasi yaxshi bo'lsin-da. Opa, siz hali ham tushunmayapsizmi? Bu siz uchun bir belgi. Siz o'sha oilani qizini kelin qilmang, opa. O'z onasi bilan qirib pichoq bo'lib yurgan qiz sizga kelinlik qilarmidi? Siz ham agar uni kelin qiladigan bo'lsangiz, butun umr qiynalib yashaysiz. Voy, bilib bilmay gapirmasang-chi, qo'y. Hali ularning o'rtasida nima bo'lganini bilmaymiz-ku. Oldin bilaylik, keyin. Bilishimiz ham shart emas. Men o'sha holatda hammasini tushunib yetdim. U qiz sira yaxshi qizga o'xshamayapti, opa. Tezda Davronni undan sovutishimiz kerak. Bunday holatni ko'ra bila turib, o'sha qizni kelin qilmoqchimisiz? Bilmasam, avval nima bo'lganini bilaylikchi, keyin shunga qarab ish ko'ramiz. Opam, juda ham sodda sizda. Seni juda ham sog'indim, o'g'lim. Bolajonim o'zim. Sen meni ko'zlarimni quvonch eding. Juda ham sog'indim. Bu sog'inchning o'rnini hech nima bosa olmayapti. Farzand og'a nimaligini ko'rmoqchi bo'lganlar mana meni yuragimni yorib ko'rishsin. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Kelding bola? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshimisan? Ha, yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Bugun o'qishda zo'r narsalar bo'ldi. O'qishing tugadimi? Dadamning joylarida o'tirgim keldi. Ha, choydan ich. Ha, bugun darsim tugadi. Yana bir oy o'qisam, erkin o'qishman, oyi. Ha, vaqtni o'tishini qara-ya. Kechagina o'qishga kirganding. Mana bir pasda o'qishing tugatyapsan. Ha, oyi, sizga darrovdek ko'rinadi. Lekin men uchun o'qishim bitguncha qancha qonunni ustozlar so'rab olishganini bilmaysiz-da, oyi. Yaxshi-da. O'zichi senga qattiqroq turishmasa, ko'cha sang'ib kuningni bekor o'tkazasan. Oyi, qo'ysangizchi bunaqa gaplarni. Undan ko'ra maqsadga o'ting. Boya telefonda nimadir deyotgandingiz. Nima dedingiz? Ha, anavi dugonam Ro'za xolayning qizi. Pari bor-ku. Ana o'shanga sovchilar kelayotgan ekan. Shunday yaxshi qizni qo'ldan chiqarib yormaylik deyman-da. Oyi, axir meni hali o'qishim bor. Tugatsam hali yana o'qimoqchiman.
Ha, u pari uni ustiga menga to'g'ri kelmaydi. Nega to'g'ri kelmaydi? Ha, shunchaki oyi. U bo'lmasa, narigi mahalladagi Zarina bor. Anu qarindoshimiz Shohista ham bor. Keyin Komila dugonamning qizi Kamola ham bor. Shuncha qizlardan bittasini tanla bolam. Oyi, menga u qizlar kerak emas. Men baribir ularga uylanmayman. Xo'p, ular agar yoqmasa, bo'pti, kimga uylanmoqchisan? Agarda o'zingni yoqtirgan qizing bo'lsa, unda ayt. Uyalma o'g'lim. Yoqtirganimni aytganim bilan baribir siz uni olib bermaysiz. Sadoqatni singlisimi? Menga qara. Bu gapingni qaytib eshitmay tushundingmi? Aytdim-ku men sizga oyi. Undan ko'ra o'qishimni davom ettirganim yaxshi. To'g'ri aytasan. O'qishingni davom ettirganing yaxshi. Lekin sen bola, o'sha qizga uylanish haqida boshqa xayollar surib o'tirma. Tushundingmi? Ey! Oy! Tushundingmi? Men senga gapiryapman. Tushundim oyi. Tushungan bo'lsang yaxshi. Xonamga kiring. Jahl qiladi yana. Bilardim shu yerdaligingni. Har safar kimdandir xafa bo'lsang, doim mana shu yerga kelib o'tirasan. Nima bo'ldi senga o'zi? Hech nima. Iltimos gapir. Agar hozir aytmasang yuragim tars yorilib ketadi. Menga qara, nima bo'ldi? Ayt, iltimos. Men senga begona emasman-ku. Gapirsang-chi. Nimaga menga aytmayapsan? Yoki ishonmayapsanmi menga? Men bu narsalarni gapirish tugul xayolimga ham keltira olmayman. Xo'p. Gapirchi, nima bo'ldi? Axir hammasini ichingga yutib yuravermaysan-u. Kimgadir dardingni aytishing kerak-ku axir, Laylo. Keling oyi. Ahvolingiz yaxshimi? Ha, ancha yaxshiman. To'g'risi, men kuyovni bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Shuncha ishdan keyin ham bezga o'xshab kelganini qarang buni. Ha, shuni aytgan. To'g'risi, men Siningni uyiga shuncha borib, u qiz bilan kuyovni o'rtasidagi munosabatni sezmabman. Ifloslar, yaramaslar. Men uni qizimga qarayapti deb o'z qizimdek ko'rgandim. U esa shunaqa iflosgarchilik qilib yurgan ekan. Oyi, hammasini sezib, o'z ko'zi bilan ko'rib, indamaslik qanchalik og'irligini bilasizmi? Ha. Bechora Loborga juda ham qiyin bo'lgan. Biz bo'lsa, buni endi bildik. 2 yil qancha azob chekkan ekan-a? Bechora qizim o'zi farzand dog'ida kuyib, yarim jon bo'lib yotgani yetmaganidek. Ko'z o'ngida shuncha ishlar bo'lib ketibdi. Oyi, men ham shunga asabiylashyapman-da. Agar
akam chet eldan kelib bu narsalarni bilsa, bilasizmi nima bo'ladi? Bilasizmi? Ana u Nodirni oyog'ini urib sindiradi. O'zi unga bu ham kam. Unaqa dema bolam. Akang bilmasin. Tinch yuringlar undan ko'ra. Xo'p. Oyi. Siz Lobarga yaxshilab qarang, xo'pmi? Endi u stressdan siqilib tushkunlikka tushib qolmasligi uchun yordam berishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Imkon topsa, o'z ustida ishlab, kuch topsin. Yangitdan oyoqqa tursin. O'z yo'lini topishga intilsin. Tushunyapsizmi, oyijon? Ha. To'g'ri. O'tgan ishlarni o'ylab siqilgandan umuman foyda yo'q. Siz buni unga tushuntiring. Xo'p, bolam, to'g'ri aytasan. Endi u o'zini qo'lga olish kerak. Oyi, nima yordam kerak bo'lsa, hammasini bering. Agar moliyaviy pul jihatda yordam kerak bo'lsa, mana men beraman. Tushundingizmi? Nima bo'lganda ham Lobar oyoqqa turish kerak. Baraka top, bolam. Nima ko'zimni chiysan sen? Nimaga chiysan mani ko'zimni? Tishlaringni qoqib olaman, tushundingmi? Bo'ldi, kechirim so'raganni kelamiz. Kechiring, ko'zim boshqa tishlamaymiz. Bo'ldi, xo'p, kechirdingizmi? O ko'zim, ocham qilib qo'ying. Ocham qilib qo'ying. Senmiding? Keling, bo'ldi ko'zim, ana kechirim so'radi, kechirdingizmi? Rustam aka tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nima gap? Sizga nimadir bo'lyaptimi? Yo'q. Nima bo'lish kerak? Cho'chib ketganimni aytyapsanmi? Indamay kirganing uchun qo'rqib ketdim. Shu. Mana ko'zim, mana. Ey, mana ocham. Yo'q, faqat bu emas. Boya oshxonada ham juda ham g'alati edingiz. Qanaqa? Ko'zlaringizda ham qanaqadir xavotir bor edi. Yog'i, sen o'zingchi shu arzimagan narsadan vahima qilib gap ko'paytiradigan bo'lib qopsan. Menda hammasi joyida. Mana ko'zim, bo'ldi. Aldamang, oldin bunaqa emasdingiz. Bo'ldi, mana. Men sizni juda ham yaxshi bilaman. Tema. Bo'ldi ko'zim. Ko'zlaringizda xotirjamlik yo'q hozir. Qo'yaman o'zim. Nimalar deyapsan, ey? Nimaga ko'zimda xotirjamlik yo'q ekan? O qizim. Men sizga rostdan aytyapman. Yo'q. Yaxshi. Qarach. Ko'zimda xotirjamlik ko'ryapsanmi yoki mehrmi? Hazillashmang. Hazil emas, to'g'risini aytaman. Ko'zimda qancha mehr borligini bilmaysan-da. Bu mehr mana shu qizimga bo'lgan muhabbatimdan. To'g'rimi ko'zim? Shu qizni sog'inmay bo'ladimi? Voy jonim, bo'ldi. Sal qizim. Sog'inmay bo'ladimi shu qizni? Bo'ldi. Voy solim. Voy. Rustam aka, meni hozir ovqatim kuyib ketadi. Men hozir. Voy, bor, qaragin. Hozir tega olib ketsa, keyin onamdan gap eshitib yurasan yana. Bo'l, tezlash. O'ynam kuyjim. To'g'risi, bunaqa vaziyatda senga qanaqa maslahat berishni ham bilmayapman. Laylo, o'zingni qo'lga olishing, irodali bo'lishing kerak, Laylo, tushunsang-chi. Lekin menimcha
Hammasini unutib, boqib olgan onang bilan yashaganing yaxshi. Yo'q. Men onamni topishim kerak. Uni shuncha yildan keyin qayerdan topasan? Borib onamdan, Muqaddas opadan so'rayman. Hoziroq bu ishga kirishaman. Laylo, to'xta senchi. Men ham sen bilan boraman, Qizim, senga ovqat olib kelgandim. Ovqatlanib olishing kerak. Ovqat yegim kelmayapti, oyi. Unaqa demagin, qizim. Sen taslim bo'lmasliging kerak. Boshingga shuncha ishlar tushibdi. To'g'risi, biz buni bilmagandik. Bu yog'iga endi sen bundan ham kuchli bo'lishing kerak. Axir shuncha mashaqqatlarni yengib o'tgan ayolsan. Bu yog'iga ham o'zingni qo'lga olishing shart. Kim uchun? Zulmatga botib ketayotgan hayotim uchunmi? Yoki ma'nosiz o'tayotgan kunlarim uchunmi? Kim uchun, oyi? Ayting. Men uchun, o'zing uchun, kelajaging uchun. Hozir hayotimda zarracha nur ko'rmayapman, ona. Hammasi so'ndi. Hammasi o'g'lim bilan yer bag'riga, tuproqqa ko'milib ketdi. Tushunaman, qizim. Lekin sen kuchlisan. Sen zulmatga aylangan hayotingda o'zing nur bo'la olasan. Har qanday tunning oxirida baribir quyoshli kun keladi. Sen o'z hayotingni shunaqa nurli qilishing kerak. Buni faqat o'zing qila olasan. Sen bundan-da kuchli bo'lishing kerak, qizim. Jon qizim, ovqatingni yevagin. Axir ertalabdan beri hech narsa yemading. Birpas turib yeyman, oyi, maylimi? Assalomu alaykum dadajon, yaxshimisiz? yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qamalamang. yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Yaxshi keldingizmi deyman. Xo'sh, nimaga harakat? Mana keliningiz siz yaxshi ko'rgan salat tayyorlab bermoqchi. Kelin? Labi. Rustam qani? Uyda emasmi? Ha, aytgandek, kelin. Rustam qani? Ko'rinmaydi? Xonada edilar, Malika bilan o'ynashyapti-da. Chaqiring. Ovqat tuzamiz hozir, issiqda yesin. Xo'p, hozir chaqiraman. Uzr. Nima ovqat qildinglar o'zi? Moshkichiri. Voy.